Muborak Ramazon oyida davlat tomonidan qo'shimcha ijtimoiy qo'llab-quvvatlash choralari joriy etildi. Bu oddiy yordam emas. Bu ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimini yangi, institutsionallashtirilgan modelga o'tish bosqichidir. Barcha jarayonlar ijtimoiy reyestr orqali amalga oshiriladi. Xo'sh, Ramazonda kimlarga va qanday yordam beriladi? Ijtimoiy reyestrdagi davlat ta'minotidagi oila toifasidagi oilalarga 1 million so'mdan bir martalik yordam beriladi. Agar siz kambag'al oila toifasida bo'lsangiz yoki mahalla tomonidan qo'shimcha ro'yxatga kiritilgan ehtiyojmand oila bo'lsangiz 500 ming so'm ajratiladi. Yana bir muhim yo'nalish og'ir bemorlar. Ijtimoiy reyestrdagi 6000 nafar bemor fuqarolarning davolanishi va jarrohlik amaliyoti bilan bog'liq xarajatlari davlat tomonidan qoplab beriladi. Bu tashabbus mehrni tizimga aylantiradi. Yordamlar aniq mezonlar asosida ijtimoiy reyestr orqali manzilli, shaffof va davlat siyosati darajasida amalga oshiriladi. Alohida ariza topshirish shart emas. Bu oddiy yordam emas. Bu yangi ijtimoiy siyosat modeli. Yordam tizimli va manzilli bo'lishi uchun. Mohir Ramazon oyi xonadoningizga tinchlik, baraka va yengillik olib kelsin.